bosh og'riyotgan odam dori ichadi va dori ichgan vaqti davolanyapman deb o'ylaydida, bosh og'rig'i qoladi, lekin ma'lum bir vaqtdan keyin bosh og'riydi. Ana shu yerda savol bor. Operatsiya qilish davolanishga kiradi, to'g'rimi? Odam sog'lom bo'ladimi operatsiyadan keyin? Yo'q. Bir joyini kesib tashlagandan keyin butun bo'ladimi o'sha et? Yo'q, bo'lmaydi. Ya'ni sog'lom bo'lish esa bu davolanish, dori, ukol yoki hatto UZI qilish emas. Sog'lom bo'lish bu tanani tinglash. Tanaga noto'g'ri munosabat bildirgan vaqti, masalan, hazm yaxshi ishlamay qoldimi, bir 2 daqiqaga o'ylanish kerak. Nima uchun hazmim yaxshi ishlamay qoldi? Balkim u shoshgandir, balkim u yaxshi chaynamagandir, balkim u zararli qanaqadir qattiq bo'lib qovurilgan narsani yeb qo'ygandir va o'shaning uchun og'irlik bo'ladi. Mana bu sog'lom bo'lish. Ya'ni sog'lom bo'lish bu tanani tinglash va salgina noto'g'ri munosabat qildimi, o'shani to'g'rilash. Masalan, keyingi safar ovqatni shoshilmasdan yaxshi chaynash.